97 kaleksiyali odam bilan birga bir lobbi o'ynab yurdim. Qani ko'ramiz. Jonga kiyim yutolmasa boshqa kiyim yutolmaydi. Bu donat erdi. O'zbekiston uchun like bosib keting jigar tekin-ku. Obuna ham esdan chiqmasin. Shu paytda miyamga sakrab hech turish kelib qoldi. Tetris telefonim bilan ura olmadim shuni ham. Allohim o'zingga ming shukr. Qo'lingdagi tumon turgan Mana shu vaqtda bir ahmoq menga telefon qildi. O'tmishingga bir ozroq nazar sol, qalbi qora ey dunyo zolimi. O'tib ketdi qancha sarkardalar, to'lqon bo'ldi tulporizidan tog'laram, boshdan oyoqdan titraganim. U holatda telefon ancha lag bo'ldi chunki telefon qildi. Lekin mana bu yerga kelganimda ozgina ping bo'lib o'lib qoldim. Ko'ryapsizlar, ping kamida 100. Qanaydir server yaxshi ishlamayotganligi sababli o'sha o'tni berib qo'ydim. Kuzatamiz. Shunday qilib 97 kaleksiyali igrokni ham kallasiga ikkita yerda ursa bo'lishini bilib oldingiz. Eshitoldilar qalbdagi dardni. O'tkazdi qancha ishi boshidan. Uyalmaydi o'zi yoshidan. Yaraldi onalar ko'zi yoshidan. Tiklandi millat bardoshidan. Bor Temur bobomning bardoshi. Bor bir tomonining qondoshi. Minglab yashar mangu berdilar vatanga. Allohim nazarini berdilar. Ayladim jonimni fido vatanimga bir umr. Bu zamin uzoq yashashiga Allohim ber umr. Qancha o'zbek vakillari chempionlikni oladi. Bu yurtni tan olmagan nasaldan orqada qoladi. Qanchadan qancha biz tomonga otilsa toshlar, bu toshlarni qaytarganda kurashamiz. Shunday qilib shot 13-13, ya'ni necha bo'ldi? Axir bugunga yetguncha nimalarni ko'rgandik. Axir bu oson emas, o'zbek o'zgaga zor emas. Qadrimizni bilganlarga yuragimiz tor